İman etiqadımızda en qimmatli narsalarimiz bilan imtihon qilinamiz. Bu imtihondan o'tish yoki o'tmaslik iman etiqadimizningki rost yoki yolg'onligini ayiradi. Bu imtihonlar ichidagi eng qiyini odam o'zi yaxshi ko'radigan birisi bilan imtihon qilinishi. Biz iman etiqadimiz uchun voz kechgan har qanday narsani Alloh taolo bizga hassilab qaytarib beradi. Rasulullah'ның çoğun kızı Zeynep, Abul As isimli bir yigit bilen öyleniyordu. Onlar birbirini intayin yaxşı görüyordu. Rasulullah'a peygamberlik vazifesi düşkenden keyin kızı Zeynep Müslüman buludu. Ama yoldaşı Abul As müşrik peti kalıdı. Müslüman bilen kafirning nikahlanışı çeklenmegechke ular turmuşunu devam kılayıveriyordu. Rasulullah Medine'ye hicret kılganda kızı Zeynep müşrik eri Abul As bilen kıp kalıdı. Rasulullah hicret kılıp ikinci yılı Mekke müşrikleri bilen Müslümanlar arasında kallık cenk buludu. Müşrikler sebede Rasulullah'ның kızı Zeynep'nin yoldaşı Abul As mı var idi. Kallık cenk müşriklerinki mag'lubiyati bilan oyoqlashdi. Bir qancha mushriklar musulmonlarning qo'liga asirga tushdi. Asirlar ichida Rasulullohning qizi Zeynepning yo'ldoshi Abul Asma bor edi. Zeynep intayin yaxshi ko'radigan yo'ldoshining dadasi tarafdan asirga tushganligini, 4000 dirham to'lasa qo'yib beriladiganligini anglab intayin ko'ngli yerim bo'ldi. Onasi Xadija sovg'a qilgan qimmatli golobkisini erining to'limi uchun avatdi. Rasululloh golobkini ko'rib, marhum ayolni esiga kelib nihoyat parishon bo'ldi. Chunki bu yaxshi ko'radigan ayoli Xadijaninki qizg'i qilingan qimmatli bir sovg'asi edi. Rasululloh uningga boshqa asirlarga o'xshash muomala qilmasa bo'lmaydi. Shuning uchun qizi avatgan golobkini qabul qilib Abul Asni qo'yib etdi. Zeynep o'zi yaxshi ko'radigan mushrik yo'ldoshi bilan qaytadan jam bo'ldi. Ammo oradan uzoq o'tmay Alloh taolo Zeynepni yana bir qatim sinaydi. Ya'ni musulmon bilan mushrikning nikohlanishini cheklab oyat nozil bo'ldi. Abul As bu xabarni anglab intayin qayg'urdi. Chunki u o'zi yaxshi ko'radigan ayoldan ayrilib qolishdan ansiraydi. Darvaqa Rasululloh qizini eridan ayrilib Madinaga qaytib kelishini xabar qildi. Bu xabar Zeynepga og'ir kelgan bo'lsa-mu, lekin u muhabbatdan Alloh va Allohning elchisining buyrug'ini ustun bilib Madinaga qaytib keldi. Bu hicran azabı Zeynepni 5 yil qiynagandan keyin tuyuqsiz ishik chekildi. Qarg'udak bo'lsa, ishik tövde Abul As edi. Qattiq cho'chib ketgan Zeynep, "Nim deb kelding?" dedi. Abul As o'zininki Makkaga karvon boshlab ketayotganligini, sahobalarning uning karvonini to'sib olganligini, agar bu karvon sog'-salomat Makkaga yetib bora olmasa, Makka mushriklari uni o'ldirib atadiganligini aytdi. Zeynep darhol Rasulullohning qishig'iga berib, uningga ahvolni aytdi. Rasululloh sahobalarning qishig'iga berib, karvonni qurib yetishga ruxsat so'radi. Sahobalar qo'shildi. Abul As Makkaga tinch amon yetib kelib, mallarni egasiga topshirib bo'lgandan keyin mundaq dedi: "Ey Mekke ehli, sizlarning menda haqqinglar bormi?" Ular "Yo'q, sen to'liq ado qilding" deyishdi. Abul As ularga "Men musulmon bo'ldim. Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad Allohning elchisi deb guvohlik beraman" dedi-da va darhol Madinaga yo'lga chiqdi. Madinaga kelib Rasulullohga o'zining musulmon bo'lganligini aytdi va Zeynepni qaytarib berishini talab qildi. Rasululloh uzundan beri kutgan bu xabarni anglab intayin xursand bo'ldi va qizi Zeynepni chaqirtib roziligini so'radi. Zeynepning yuzi qizarib tabassum qildi. Zeynep iymoni e'tiqodi uchun Alloh yo'lida yaxshi ko'rgan yo'ldoshidan voz kechdi. Hech bir yaxshilikni mukofotsiz qo'ymaydigan ulug' Alloh Zeynepga yaxshi ko'radigan yo'ldoshini musulmon holatda qaytarib berdi. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا